Ochiqchasi qancha bo'ldi aka? 10 yildan o'tib qoldi menga. Akamga bir 15 yildan o'tdi. Samolyot ham haydaysiz aka? Va orqalardan keldik aka, yeta olmadik aka. Ana kelganicha o'tib qoldi. akalar o'tib keldi aka. Qayerdansiz? Xorazm, Xorazmdansiz. Neridan Xorazmda? Urganch. Qanaqa holat bo'ldi? Ochig'ini, dangalini gapiring aka. Yaxshi, Shopur aka bilan borib keldik. Samolyotda keldingiz. Keldik. Sho'plarimiz o'zlari kutib olib sizni Allohga shukr. gransiya qildirib qaytib chiqdi. Bir 2 soat turdingizmi ichi gransiyada? Anaqada. Chegara o'tkazish punktida qancha turdingiz? Yo'q, 1 soat, 1,5 soat bo'ldi. 1 soat, 1,5 soat turdingiz a? Qo'ni hozir migratsionlaringiz yangilagansiz aka. Aka, assalomu alaykum. Qayerdansiz? Surxondaryo, Muzrabot. Muzrabotdan. Qishloqda. Yanvar qishloqdan. Bormi? Ey Surxondaryolilar, ey. Gumbillatib tashlaydigan. Qanaqa bo'ldi aka holat aka? Zakonni, dostonga rahmat. Tini holatda o'tib keldingizmi? Zakonni borib keldik. Bez vapros, bir joyga bir so'm xarajat ham qilmadik. Qiynalganimiz ham yo'q. Hammasi chotki. Tavsiya qilasizlarmi aka? Assalomu alaykum. Qayerdansiz? Surxondaryo, Muzrabot. Muzrabotdanmisiz? Zarban mahalla. Ya Zimlak ekanda. Zemlak. Qanaqa bo'ldi holat aka? Qiylamadinglarmi? Zo'r, hammasi chotki. Ochig'ini aytavering aka. Chot hammasi. Tavsiya qilasizmi aka? Tavsiya qilamiz. Xullas, Joyga qiynalgani yo'q, ushlab qo'ygani yo'q, zadeshgan bo'lgani yo'q. Hammasi joyida. Rahmat O'xton akaga. holatni ko'rdinglar. Siz O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston fuqarosi bo'lishingizdan qat'iy nazar, bor yo'g'i bir kunda samolyotda kirdi chiqdi xizmatlarini taklif qilamiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.